Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz may oyiga qadar ma'lum hujjatlaringizni yangilamasangiz, moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, hattoki pulingizni yo'qotishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas. Bu sizning oilangiz byudjetiga, pensiyangizga, ijtimoiy nafaqalaringizga, bankdagi jamg'armalaringizga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy holatdir. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang va har bir so'zimga e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang, chunki bu ma'lumot har birimiz uchun juda qadrli. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi. Keling, darhol asosiy masalaga o'tamiz. Asosiy muammo shundaki, so'nggi yillarda mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari juda tez rivojlanmoqda. Bu jarayonlar bizning hayotimizni osonlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zan ba'zi majburiyatlarni ham yuklaydi. Ilgari bizning shaxsiy ma'lumotlarimiz turli xil davlat idoralarida, banklarda, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda alohida ko'pincha qog'oz shaklida saqlanardi. Ya'ni siz bir bankda hisob ochganingizda, u yerda sizning eski pasportingiz ma'lumotlari kiritilgan bo'lsa, boshqa bir tashkilotda boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin edi. Ma'lumotlar bazalari o'zaro integratsiyalanmagan, ya'ni bir-biriga bog'lanmagan edi. Bu esa byurokratiyani oshirar, ba'zan esa firibgarlik holatlariga ham sabab bo'lardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ma'lumotlar bazalarini birlashtirish va barcha fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini yagona elektron tizimda jamlash bo'yicha katta ish olib bormoqda. Bu jarayonning muhim qismi eski namunadagi pasportlardan yangi ID kartalarga o'tishdir. Agar siz hali ham eski pasportingiz bilan hayotning ko'plab jabhalarida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, demak, bu ma'lumot aynan siz uchun. May oyidan boshlab ba'zi muhim moliyaviy va ijtimoiy xizmatlar uchun faqat yangi ID karta ma'lumotlari haqiqiy deb tan olinishi haqida ogohlantirishlar kuchaymoqda. Eskirgan ma'lumotlarga ega fuqarolarning hisoblari, to'lovlari yoki xizmatlarga kirishi cheklanishi mumkin. Bu albatta bizning ishimizni soddalashtirishga qaratilgan, ammo agar biz o'z vaqtida chora ko'rmasak, bu bizga moliyaviy jihatdan qimmatga tushishi mumkin. Vaziyatning mohiyati shundaki, yagona elektron tizimda sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz barcha ma'lumotlaringizni bog'laydi. Agar sizning eski pasportingiz ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lgan xizmatlar, masalan, bank hisobi, pensiya kartasi, kommunal to'lovlar yangi ID kartangizdagi JSHR bilan mos kelmasa, tizim avtomatik ravishda nomuvofiqlikni aniqlab, muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, endi batafsil ko'rib chiqaylik. Aynan qanday hujjatlar haqida gap ketyapti? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarning xotirasi jam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda gap albatta sizning shaxsiy identifikatsiya hujjatingiz, ya'ni eski namunadagi pasportingiz va uning o'rniga berilgan yangi ID kartangiz haqida ketmoqda. Agar siz hali ham eski namunadagi pasportdan foydalanayotgan bo'lsangiz va u 2020 yilgacha berilgan bo'lsa, siz allaqachon uniga yangi ID kartaga almashtirishingiz kerak edi. Lekin ko'pchilik buni ortga surib keladi. Sababi hali vaqt bor yoki hozircha muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Mana shu nuqta jiddiy xatodir. Agar siz ID kartani olgan bo'lsangiz, ammo eski pasportingiz ma'lumotlari bilan bog'langan barcha joylarga, banklar, pensiya jamg'armasi, kommunal xizmatlar xabar bermagan bo'lsangiz, unda siz ham xavf ostidasiz. Kimlar tashvishlanishi kerak? Biri, bank hisoblari, depozitlar va kreditlari bor shaxslar. Agar sizning bankdagi barcha operatsiyalaringiz eski pasport ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lsa. 2. Pensiya va nafaqa oluvchilar. Ayniqsa kartaga pensiya oladiganlar. 3. Davlat subsidiyalari va ijtimoiy yordam oluvchilar. Masalan, kommunal xizmatlar uchun to'lanadigan subsidiyalar, bolalar nafaqalari va boshqalar. 4. Tadbirkorlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar, ularning bank hisoblari va soliq hisoboti tizimidagi ma'lumotlari yangilanishi shart. 5. Ko'chmas mulk egalari. Kadastr ma'lumotlari ham ID karta ma'lumotlariga mos kelishi kerak. 6. Avtotransport vositasi egalari, transport vositasi ma'lumotlari ham shaxsiy ID bilan bog'lanishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Agar siz allaqachon eski pasportingizni yangi ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz va eng muhimi, barcha asosiy muassasalar, banklar, pensiya fondi, kommunal xizmatlar sizning yangi ID karta ma'lumotlaringizni o'z bazalariga kiritganini tasdiqlagan bo'lsalar, unda siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz faqat ID kartani olganingiz emas,
balki bu ma'lumotlarni har bir tegishli tashkilotga yetkazganingiz muhimdir. Endi esa ko'pchilikni qiziqtiradigan hayotiy misollarga o'tamiz. Raqamlar va vaziyatlar orqali bu muammoning jiddiyligini tushunib yetamiz. Birinchi misol. Pensiya oluvchi Murod aka. Murod aka 7 yoshda, u har oyda 2 million so'm miqdorida pensiya oladi va bu pensiya uning bank kartasiga tushadi. Kartasi esa eski namunadagi pasport ma'lumotlari bilan bog'langan holda ochilgan. O'tgan yili davlat xizmatlari markaziga borib, yangi ID kartasini oldi. Chunki hammaga majburiy ekan deb eshitdi. Lekin banka borib nimaga xabar berishim kerak? Ular o'zlari bilishadi-ku deb o'yladi va bu haqda banka ham, pensiya jamg'armasiga ham xabar bermadi. Natijada may oyidan keyin nima bo'lishi mumkin? Yagona elektron tizim Murod akaning yangi ID kartasidagi J-shirni bankdagi eski pasport ma'lumotlariga bog'langan pensiya hisobi bilan solishtiradi. Tizimda nomuvofiqlik aniqlanadi. Ya'ni Murod akaning shaxsiy ma'lumotlari eski va yangi holatda mavjud bo'lib, ular bir-biriga mos kelmaydi. Bu esa bank tizimida shubhali operatsiya yoki ma'lumotlar bazasidagi xato sifatida qayd etiladi. Bank avtomatik tarzda Murod akaning pensiya kartasini vaqtincha blokirovka qilishi mumkin. Bu degani, Murod aka navbatdagi pensiya to'lovini qabul qila olmaydi. Kartasidan pul yechib ola olmaydi. Hatto terminal orqali xarid ham qila olmaydi. Murod aka bunga tushunmay, pensiyam kelmadi deb pensiya jamg'armasiga yoki bankka boradi. Holatni tushuntirish, ID karta ma'lumotlarini yangilash va kartani blokirovkadan chiqarish uchun kamida bir necha kun, ba'zan esa bir necha hafta vaqt ketishi mumkin. Shu muddat ichida Murod aka o'zining 2 million so'mlik pensiyasidan foydalana olmaydi. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki ruhiy tushkunlik va qo'shimcha ovoragarchilik hamdir. Faraz qiling, agar uning dorilarga ehtiyoji bo'lsa yoki kundalik ehtiyojlar uchun pul kerak bo'lsa, bu vaziyat qanday og'ir ahvolga solishi mumkin? Pul yo'qotish deganda nafaqat yo'qotilgan mablag'ni, balki shu mablag'dan foydalana olmaslikdan kelib chiqadigan muammolarni ham nazarda tutish kerak. Ikkinchi misol, tadbirkor Dilnoza opa. Dilnoza opa kichik do'koniga ega yakka tartibdagi tadbirkor. Uning do'koni oyga o'rtacha 1 million so'm aylanma mablag'ga ega. Uning bank hisobi ham, soliq idorasidagi ro'yxat ham eski pasport ma'lumotlari bilan ro'yxatdan o'tgan. U yangi ID kartasini olgan, ammo ishlarim ko'p degan bahona bilan bankka ham, soliq idorasiga ham bu haqda xabar bermagan. May oyidan keyin davlat soliq idorasi va banklar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvining kuchayishi sababli Dilnoza opaning bank hisobiga keladigan tushumlar va chiqimlar soliq bazasidagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Agar uning bankdagi ma'lumotlari eski pasport soliqdagi ma'lumotlar ID karta bilan mos kelmasa, tizimda ma'lumotlardagi chalkashlik yuzaga keladi. Natijada nima bo'ladi? Eng yomon holatda Dilnoza opaning bank hisob raqami to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu degani u tovar sotib olish uchun yetkazib beruvchilarga pul o'tkaza olmaydi. Sotuvdan tushgan pullarni qabul qila olmaydi. Ijara haqi va kommunal to'lovlarni to'lay olmaydi. Uning biznesi bir necha kun yoki haftaga to'xtab qolishi mumkin. Bu vaqt ichida u nafaqat foydadan mahrum bo'ladi, 1 million so'mlik aylanma mablag'dan tushgan foyda, balki yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar buzilgani uchun jarimalar to'lashi mijozlarning ishonchini yo'qotishi mumkin. Masalan, bir kunda biznes to'xtasa, minglab so'm yo'qotish bo'lishi mumkin. Bir hafta davomida to'xtab qolsa, bu millionlab so'm yo'qotish degani. Bundan tashqari, uning soliq hisobotlarida ham nomuvofiqlik yuzaga kelib, qo'shimcha tekshiruvlar va noxush holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu ham vaqtni, ham asablarni, ham pulni talab qiladi. Uchinchi misol, subsidiya oluvchi oila. Shaharda yashovchi Kamol aka va uning oilasi kommunal to'lovlar uchun davlatdan subsidiya oladi. Bu har oyda 5 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Kamol aka oilaning asosiy daromad keltiruvchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan va subsidiya arizasi uning eski pasport ma'lumotlari bilan rasmiylashtirilgan. Kamol aka ham yangi ID karta olgan. Lekin bu haqda mahallaga yoki ijtimoiy himoya agentligiga xabar berishni unutgan. May oyidan so'ng ijtimoiy himoya agentligiga ma'lumotlar bazasi markazlashgan tizim bilan integratsiya qilinadi. Kamol akaning eski ma'lumotlari yangi ma'lumotlarga mos kelmasligi sababli tizim avtomatik ravishda uning shaxsini tasdiqlashda muammo borligini ko'rsatadi. Natijada oilaga har oy beriladigan 500 ming so'm miqdoridagi subsidiya to'lovlari to'xtatiladi. Oilaning byudjetiga kutilmagan zarba bo'ladi, chunki ular ushbu summaga umid qilib yashashadi. Subsidiya to'xtatilganini bilgan Kamol aka
tegishli idoralarga borib vaziyatni tushuntirishi, hujjatlarni yangilash kerak bo'ladi. Bu ham bir necha kun yoki hatto hafta davomida subsidiya to'lovlarsiz qolishga olib keladi. Bu esa ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun jiddiy moliyaviy muammo hisoblanadi. 5 ming, 100 ming so'm miqdoridagi mablag' bir oyda yo'qotilgan hisoblanadi. Agarda buni tezda hal qilmasa, bir necha oyga cho'zilib ketishi ham mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu shunchaki hujjat almashtirish emas, balki bizning kundalik hayotimizga, moliyaviy barqarorligimizga bevosita ta'sir qiluvchi muhim jarayon. Pulni yo'qotish deganda nafaqat bevosita yo'qotish, balki xizmatlardan foydalana olmaslikdan kelib chiqadigan bevosita yo'qotishlar, jarimalar va yo'qotilgan vaqt ham nazarda tutiladi. Endi esa istisnolarga e'tibor berish kerak bo'lgan xususiyatlarga va noaniq jihatlarga to'xtalib o'tsak. Istisnolar ba'zi holatlarda ushbu qoidalar qo'llanilmasligi mumkin, ammo bu juda kam uchraydigan holatlar. Masalan, diplomatik pasport egalari yoki vaqtincha yashash guvohnomasiga ega bo'lgan chet el fuqarolari uchun o'ziga xos tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin oddiy fuqarolar uchun bunday istisnolar deyarli yo'q. Shuningdek, 17 yoshga to'lmagan shaxslar uchun ID karta majburiy emas, lekin ular ham o'z vaqtida shaxsiy identifikatsiya hujjatiga ega bo'lishlari kerak. Shunday bo'lsa-da, ularning nomiga ochilgan bank hisoblari yoki boshqa xizmatlar uchun ham ota-onaning hujjatlari bilan bog'lanishi sababli ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etiladi. Har bir holatda eng yaxshisi tegishli tashkilotga murojaat qilib aniqlik kiritishdir. Shubhaga o'rin qoldirmaslik kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan xususiyatlar pitfalls. 1. Faqatgina ID kartani olish kifoya emas. Ko'pchilik men ID karta oldim, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa yangi ID kartani olish bu jarayonning atigi birinchi bosqichi. Eng muhimi, sizning eski pasport ma'lumotlaringiz bilan bog'langan har bir tashkilotga borib, ularga yangi ID karta ma'lumotlaringizni taqdim etish va ularni o'z tizimlariga kiritishlarini so'rashdir. Bu banklar, pensiya fondi, soliq idorasi, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, sug'urta kompaniyalari, mobil aloqa operatorlari va boshqalarga tegishli. Agar buni qilmasangiz, yuqoridagi misollardagi kabi muammolarga duch kelishingiz mumkin. 2. Bankim meni biladigan noto'g'ri tushuncha. Siz o'zingizning bank menejeringizni shaxsan tanishingiz yoki bir necha yildan beri bitta bank bilan ishlashingiz mumkin. Ammo banklarning ichki tizimlari avtomatlashtirilgan va ular sizning shaxsiy tanishuvlaringizga emas, balki ma'lumotlar bazasidagi aniq va mos keladigan raqamlarga asoslanadi. Agar tizimda nomuvofiqlik bo'lsa, u sizning shaxsiy munosabatlaringizga qaramay hisobingizni bloklashi mumkin. Shuning uchun shaxsiy tanishlarga ishonib qolmasdan rasmiy tartibda barcha ma'lumotlarni yangilang. Oxirgi daqiqagacha kutish. Ko'pchilik may oyiga hali ancha bor yoki oxirgi kunlarga qoldiraman deb o'ylaydi. Bu juda xavfli, chunki oxirgi kunlarda davlat xizmatlari markazlarida ham, banklarda ham katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Tizimlar haddan tashqari yuklanib, ishlashda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Natijada siz o'z vaqtida hujjatlaringizni yangilay olmasligingiz va belgilangan muddatdan o'tib ketishingiz mumkin. Bu esa yuqorida aytilgan moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Har doim muhim ishlarni muddatidan oldin hal qilishga harakat qiling. 4. May muddatini noto'g'ri tushunish. Ba'zilar bu muddatni shartli ravishda boshlanadigan sana deb o'ylashi mumkin. Ya'ni bu sanadan keyin hamma narsa bir zumda o'zgaradi deb. Aslida may muddati bu jarayonning eng faol bosqichiga o'tishni anglatadi. Bu muddatdan so'ng tizimlar ma'lumotlarning mosligini tekshirishni kuchaytiradi va nomuvofiqlik aniqlangan har qanday hisob yoki xizmatga nisbatan choralar ko'riladi. Bu jarayon birdaniga emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshishi mumkin. Ammo kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun muddatgacha hamma narsani tartibga solish eng to'g'ri yo'l. Noaniq nüanslar men ishonchnoma. Agar siz kimningdir nomidan harakat qiladigan ishonchnomaga ega bo'lsangiz, masalan, keksaygan ota-onangizning pensiyasini olish uchun faqat sizning ID kartangiz emas, balki ishonchnomada ko'rsatilgan asosiy shaxsning, ya'ni ota-onangizning ID kartasi ma'lumotlari ham yangilangan bo'lishi kerak. Aks holda ishonchnoma asosida operatsiyalar amalga oshirishda ham muammolar kelib chiqishi mumkin. 2. Qo'shma hisoblar mulk. Agar sizning nomingizda qo'shma bank hisobi yoki umumiy mulk bo'lsa, barcha egalarning shaxsiy ma'lumotlari yangilangan bo'lishi shart. Bitta egada eski ma'lumotlar qolsa ham, butun tizimda muammo yuzaga kelishi mumkin. 3. Elektron imzo, e-imzo.
Bugungi kunda elektron imzo juda ko'p onlayn xizmatlardan foydalanish uchun zarur. E-imzo odatda sizning pasportingiz yoki ID kartangiz ma'lumotlariga bog'langan bo'ladi. Agar sizning e-imzoingiz eski pasport ma'lumotlari bilan bog'langan bo'lsa va siz ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, e-imzoingizni ham yangilashingiz kerak. Aks holda u bekor bo'lishi va onlayn davlat xizmatlaridan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu tadbirkorlar va masofadan turib ishlovchilar uchun juda muhim. 4. Xalqaro aloqalar. Agar sizning xorijdagi bank hisoblaringiz yoki mulkingiz bo'lsa va ular O'zbekistondagi identifikatsiya hujjatingiz bilan bog'langan bo'lsa, bu yerda o'zgarishlar chet eldagi munosabatlaringizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq xorijiy davlatlar ham ma'lumot almashish tartibini kuchaytirayotganini hisobga olib, imkon qadar barcha ma'lumotlarni moslashtirish maqsadga muvofiqdir. Lekin ushbu videodagi asosiy e'tibor mamlakat ichidagi moliyaviy muammolarni oldini olishga qaratilgan. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Aniq qadamlar, qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak va nima yozish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning shaxsiy hujjatingizni tekshiring. Qo'lingizda eski namunadagi pasport bormi yoki yangi ID karta? Agar hali ham eski pasportdan foydalanayotgan bo'lsangiz, uni zudlik bilan yangi ID kartaga almashtiring. Buni amalga oshirish uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishadi va jarayonni tezda amalga oshirishga yordam berishadi. Bu majburiy va juda muhim qadam. Yangi ID karta olish uchun asosan pasportingiz eskisiz, rasmiy joyida olishadi. To'lov kvitansiyasi, davlat boji kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, barcha muassasalar ro'yxatini tuzing. Sizning eski pasport ma'lumotlaringiz qayerlarda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, o'sha tashkilotlarning to'liq ro'yxatini tuzing. Bu quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Banklar, siz hisob ochgan yoki kredit olgan barcha banklar, pensiya jamg'armasi, pensiya yoki nafaqa oladigan bo'lsangiz, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, gaz, elektr energiyasi, suv ta'minoti, chiqindixona xizmatlari va boshqalar. Bu yerda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bilan shaxsiy hisobingiz bog'langan bo'ladi. İctimai himoya agentliklari, subsidiya yoki ijtimoiy yordam olsangiz. Soliq inspeksiyasi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, kadastr agentligi, ko'chmas mulkingiz bo'lsa, sug'urta kompaniyalari, sug'urta polisingiz bo'lsa, mobil aloqa operatorlari sim kartangiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ta'lim muassasalari. Agar siz talaba bo'lsangiz va u yerda sizning ma'lumotlaringiz ishlatilsa, ish joyingizdagi kadrlar bo'limi, ular ham sizning ma'lumotlaringizni yangilashlari kerak. 3-qadam. Har biriga murojaat qiling va ma'lumotlarni yangilang. Ro'yxatdagi har bir tashkilotga shaxsan tashrif buyuring. Agar onlayn xizmatlar mavjud bo'lsa, ulardan ham foydalanishingiz mumkin. Lekin shaxsan borish eng ishonchli usul. Va yangi ID kartangiz ma'lumotlarini taqdim eting. Qayerga borish kerak? Bank bo'limlariga, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga, kommunal tashkilotlarning billing bo'limlariga, mahalliy soliq inspeksiyasiga va hokazo. O'zingiz bilan qanday hujjatlarni olish kerak? Yangi ID kartangiz asli, eski pasportingiz agar mavjud bo'lsa, ma'lumotlarni solishtirish uchun kerak bo'lishi mumkin. Bank hisob varaqlaringiz, shartnomalar, kommunal to'lov kvitansiyalari kabi mavjud bo'lgan har qanday tegishli hujjatlar. Nima deyish yoki yozish kerak? Ko'pincha tashkilotlarning o'zlarida shaxsiy ma'lumotlarni yangilash uchun arzlar blanki mavjud bo'ladi. Siz shunchaki mening pasport ma'lumotlarimni yangi ID kartam ma'lumotlari bilan moslashtirishingizni so'rayman. J sharim sizning J sharingiz o'zgarmasdan qolgan. Faqat hujjat turi va seriyasi o'zgargan deb tushuntirishingiz mumkin. Agar blanka bo'lmasa, erkin shaklda ariza yozishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Arazida eski pasportingiz ma'lumotlarini, seriya va raqam va yangi ID kartangiz ma'lumotlarini, seriya raqam berilgan sana amal qilish muddati J shar aniq ko'rsating. 4-qadam, tasdiqlashni oling. Hujjatlarni yangilaganingizdan so'ng tashkilot xodimlaridan ma'lumotlaringiz muvaffaqiyatli yangilanganligi haqida tasdiqlashni so'rang. Bu kvitansiya. Ma'lumotnomalar nusxasi yoki tizimda amalga oshirilganligini ko'rsatuvchi belgi bo'lishi mumkin. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni isbotlash uchun juda muhim. Uzoq muddat saqlanadigan joyga saqlab qo'ying. Aziz do'stlar, bugungi videoda aytilgan har bir so'z sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun juda muhimdir. May oyi yaqinlashmoqda
va bu muddat o'z hujjatlaringizni tartibga solish uchun sizga bergan so'nggi imkoniyatlardan biri bo'lishi mumkin. Kutilmagan moliyaviy yo'qotishlarga duch kelmaslik uchun bugundan boshlab harakatni boshlang. Hech narsani ertaga qoldirmang. Chunki bu sizning pulingiz va vaqtingizga bog'liq. Shuni unutmangki, har birimizning mas'uliyatimiz o'z hujjatlarimizni tartibda saqlash va davlat tomonidan belgilangan talablarga rioya etishdan iborat. Bu nafaqat moliyaviy muammolarni oldini oladi, balki kelajakda davlat xizmatlaridan yanada qulay va tez foydalanish imkoniyatini ham beradi. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrlar, savollar yoki ehtimol o'z tajribangiz bor? Izohlarda yozib qoldiring, albatta o'qib chiqaman. Agar video yoqqan bo'lsa va foydali deb hisoblasangiz, like bosishni unutmang. Va albatta kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.